5 millionlik xolodilnik bilan 2 millionlik xolodilnikning o'rtasida qanday farq borligini hozirgi videoda tushuntirib o'taman. Video yoqsa like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. 2 millionlik xolodilnikimizdan boshlaymiz. 2 millionlik xolodilnikimizdan ikkovsi ham Immer brendining xolodilnigi, lekin bu defrost sistemada ishlaydi. O'shana hisobiga ham bular narsalarni ozgincha muzlatib qo'yadi. İçiga ham bitta e'tibor berasizlar. İchlari ham lekin ortiqcha kichkina emas yo tor emas, normalniy o'rtacha oilaga 5 kishi 6 kishi yashaydigan oilaga men sizlarga shu 2 millionlik xolodilnikni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Endi 5 millionlik xolodilnikimizni kelib qolsak, bu Immer brendidan bu ham faqat bunga qaraganda qulayliklari bular no frost sistema, narsalarni svejiy holatda uchaveradi. İchlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz endi. İchlarini ham ko'rib qo'yinglar. İchlari metal coolingli bo'lgan hisobiga sizlarda juda ham ko'p svetlar o'chib qolsa, narsalarni svej ushlaveradi. 10 soatgacha sovuq ushlaveradi. O'zini bir tempda ushlaveradi. Nolovoy zonalari ham bo'ladi buni. Sig'imi ham birinchi o'rinda narigi 2 millionlik xolodilnikimizga qaraganda kattaroq bo'ladi. Buni bemalol 10 kishi, 15 kishi yashaydigan oilalar bo'lsa, xarid qilib ishlatishlari mumkin. Eng glavnisini aytaymi? Eng glavnisi bu elektr motorli, shuni hisobiga 150, 140 shunaqa toklarni bemalol tepasiga ishlayveradi. Elektronik tablo. Xullas 2025-yil, 2026-yilda eng hit bo'lib sotilayotgan modelimizdan bittasi. Morosilkalari ham 3 tali o'zini shunaqa konteynerlari bilan bo'ladi. Juda ham boshqacha ishlangan. Eng qizig'i, buni har bitta konteynerga отдельный ikkitadan konditsioner qo'yilgan bo'ladi. Morosilkasi maksimalniy 20 -26 gradusgacha sovutiladi. Xudo xolasa, sizga qaysi xolodilnik ma'qul kelsa, ikkovsidan bittasini tanlasanglar, chiroyli qilib arzon narxlarda Turbo do'konida kelishtirib beramiz. Turbo do'konida shahar ichi dastavkalarimiz